Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 25-mart 2026-yil navbatdagi laboga mana tunko'ra bo'ldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Yangiqo'rg'on shaharchasini tikiblar. Laboni atrofiga shumkali qilib tunko'ra berdik. Mana joylariga konteyner pollar qo'yilgan, penaplekslar qo'yilgan. Xo'p, mana bu tevasiga bagajlarga qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Boltikalar moslab ketilgan. Bagajga zapas vagon qo'yilganda narsalar qutini albatta olamiz. Shunday shu holatda bagaj ham qo'yilgan. Alohida ham sotilaveradi va yoniga esa bunaqa akkumulyator qiladigan qutilar qo'yilgan. Bu quti mana holatda ochiladi mana. Ichiga arqon kiruvchi aptechkalar solib ishlatsa bo'laveradi. Qalinliklari 1.8 likdan yasaladi. Bu alohida ham qo'yib berilaveradi. Sandiqda o'zi kerak bo'lsa, poliga ham rezinkalari bor, poliga uloqsiz listlari ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Mana shu ikkala raqam ishlaydi. Har doim ishlaydi mana shu raqamlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. Kamchilik xatolar bo'lsa, yozib qo'yaverasizlar. Do'stlarga, yaqinlarga labo olgan tanish bilish aka-ukalarga jo'natishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar.